Salom obunachilar. Sizlar bilan Zonik kadr ustida. Bugun men shaxsan Telegram kanal ochdim. Telegram kanalimizga o'tib qo'yishlarim deb o'ylayman. Hozir sizga Telegram kanalimizni ko'rsatamiz. Nomini ham ko'rsatamiz. Mana Telegram kanalimiz. Mana bu yerda esa men mana zonikjon.uz kanali va bitta z turadi mana. Mana ular z turadi-da, ko'k z. Bu yerda esa men blog launcherda hali yuklamadim. Mana bittasini yuklayversam ham ishlab ketaveradi. Mana top blog form Minecraft. Buni nima qilamiz desanglar, mana shu menga Picasso Minecraft ishlab chiqar degan. Mana men ham yozib qoldirganman. Qani faqat ikkita va uchinchisini ikki va uchinchisini torting deganman. Va Telegram kanali ochilganini kamchilik bilyapti-yu deyman. O'zi hech kim bilmaydi. Chunki Telegram kanalda faqat bitta obunachi deydi. Demak bu menman faqat. Endi nima qilsam ekan? Uzoq o'ylab bitta narsaga keldim. Ko'pchilik tortgan ekan, lekin ishlatishni bilmayapti ekan. Masalan, nima desa bo'ladi? Mana bunaqa serverlar ochilmayapti ekan. Mana shunaqa serverlar ochilmayapti ekan. Buni sababi ham oddiy. Nima deysiz sababini? Sababini hozir sizga ko'rsataman. Mana u. To'xta, boshqa ko'rsatib men hozir. Mana bu tugmachaga bosish kerak. O'chirish tugmasini bosib qo'yma, tepasiga bitta bosish kerak. Keyin biz mana sensor bo'lib tuzadi. Bu yerda nima qiladisiz? Solim keldi. Hop, hali. Xotira bo'lib o'tiramiz. Hech kim qilmadi. Nima qilamiz sen? Bola xolam ishlayotganini mayli qilamiz seni. Bitta bosdim. Bu yerdan mana bu sensorli bo'limga bosamiz. Bu sensorli bo'lim mana bunaqa oynaga olib keladi bizda. Bu oynada biz xotira, mikrofon va kontaktlarni tepaga o'tkazib qo'yamiz. Mana yerda mana shunaqa qator bo'lib turadi. Lekin mana yerda bo'lmaydi bular. Ya'ni mana bu ruxsat berish tugmalarini har biriga bosib chiqish kerak. Hop. Keyin buni ham uchish kerak. Mana bitta bosish kerak. Buni ham kirish kerak. Va hammasiga ruxsat berib chiqish kerak. Mana unga bitta bosgandan keyin blog launcher deganga bitta bosish kerak. Shu bilan video tugagan.